Keyingi savol Donald Trampning bayonoti, hozir e'lon qilingan bayonotlardan biri. Xo'p, yovuz omadsizlar deb yozmoqda Donald Trump ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ya'ni New York Times va CNN telekanali tinchlik jarayonida ishtirok etayotgan odamlarni obro'sizlantirish uchun Eron bilan muzokaralarga oid mutlaqo soxta 10 bandli rejani e'lon qildi. 10 ta bandning barchasi to'qima uydirma bo'lib chiqdi. Ya'ni Eron, Trump bir qator ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan, yana qaysi deng obro'li ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan, CNN, New York Timesda e'lon qilingan Eronning 10 bandli taklifini bu soxta deb chiqmoqda. Barchasi soxta demoqda. Buni Trump sulhdan qaytmoqchi deb baholash mumkinmi? Qanday? Yo'q, bu yerda endi juda ham hozir vaziyatda baholash murakkablashib boryapti, chunki fikrlar ertalab aytilgan gap obedga to'g'ri kelmay qolyapti-da. Shuning uchun ham mantiq topish juda ham qiyin va bir narsa hozir bu yerda bir mantiq ko'ryapman, ya'ni e'tibor bersangiz Eron tomoni hech qanday muzokara o'tkazilmayapti degan bayonot berib, birdan o'sha kelishuvlar natijasi e'lon qilinganda kelishuvga erishilganligini u ham qo'shilib e'lon qildi-da. Demak, Eronning bayonotlarida ham u qadar hozir xolislik yo'q. Demakki, bu yerda aynan shu 10 band e'lon qilingani endi unday emas degani, demak, shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, qaysidir bandlari bo'yicha tomonlarni kelishuvi borki, uni hozir afkor ommaga e'lon qilib bo'lmaydi yoki Eron o'sha kelishuvlar qaysidir bandidan voz kechgan bo'lishi mumkin. Va endi buni hozir urush ko'proq endi jang maydonida emas. Eron ham hali hech narsa degani yo'q. Bu bo'yicha Muxtor aka, ya'ni Trump Eron, eng qizig'i bu yerda Eronga ham tashlanmayapti. New York Times bilan CNNga aytayapti. Hali nima dedi? Yovuz omadsizlar, muvaffaqiyatsizlar, hali neudachnik. Mana shunday juda bir haqoratlab tashlagan. Endi faqat ularda chiqmadi-ku. Yo'q, bu ikkalasiga asosan. Endi aytmoqchimanki, Eronning pozitsiyasi ham o'zgargan bo'lishi mumkin demoqchiman. Ya'ni hech qanday muzokara yo'q, ya'ni oxirigacha kurashamiz, biz urushda g'alaba qozonyapmiz degan bayonotlardan keyin kutilmaganda kelishuv erishilganligi bu yerda nega aynan Trumpga diplomatik manevr qilish imkonini berdi? To'g'ridan to'g'ri olib berdik hozir. Nega to'g'ri olib berdik mana? Nega imkoniyat yaratib berdi? Chunki baribir Eron o'sha oxirigacha kurashish pozitsiyasida emas. U yerda ham ratsional qandaydir qarorlar bor. Va masala ko'proq endi nazarimda endi shaxslarni shu o'tgan shu qurbon bo'lgan shaxslar masalasida emas, uni iqtisodiy badali haqida ko'proq. Ya'ni yetkazilgan zararni nima qilib qoplaydi va Eronning strategik maqsadi, deylik, uranni boyitish maqsadi saqlanib qolishligi masalalari, ya'ni bu urush bilan bog'liq bo'lmagan, urushdan oldin ham bo'lgan, urushdan keyin aksincha Eronning pozitsiyasi kuchaygan nuqtalar bor. Aynan shu masalalarda balkim prinsipal kelishuvlar bo'lgandir. Va buni evaziga, demak, Hormuz bo'g'ozi masalasida ham fikrlar shundayki, nega u yerda endi to'lovli asosga o'tyapti bu? Bu yetkazilgan zararni, urushdan keyin yetkazilgan zararni xarajatini, ya'ni o'sha Hormuz bo'g'ozida o'tadigan mamlakatlar zimmasiga yuklash deb ham atash mumkin. Ya'ni tovon. Ha, ya'ni u zararni, harbiy harakatdan yetkazilgan zararni aynan Amerika Qo'shma Shtatlari emas, u yerda o'tadigan tankerdan foydalanadigan mamlakatlar hisobiga to'lanishi ham mumkin. Ya'ni bu yerda ham Amerika Qo'shma Shtatlarining muayyan darajada manfaatlari bor. Chunki bu yerda o'tadigan tankerlarning 2%gina Amerikaga to'g'ridan to'g'ri yetkazib beriladigan neftlar tashkil etadi. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, asosiy buni tiklanishda ishtirok etadigan mamlakatlar, albatta Eronning pozitsiyasi juda ham muhim bo'ladi. Asosan Osiyo, Tinch okeani mintaqasi mamlakatlari, qisman Yevropa mamlakatlari. O'sha mamlakatlardan kemalari hisobiga muayyan darajada yetkazilgan zararlar qoplanishi ehtimol ham yo'q emas. Shuning uchun qisqa qilib aytadigan bo'lsak, tomonlarni berayotgan hozirgi har qanday fikri bu muzokaralar jarayoni yashirin tarzda ketayotganligi, pozitsiyalar bir aniqlashtirilayotganligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Jahongir aka, Trump bunday bayonotlardan oxiri sulhdan ham voz kechmay bormaydi? Xo'p, endi avvalo Trumpning bunday bayonotlari ayniqsa unga raqib sifatida qaraladigan, ko'proq demokratlarni qo'llaydigan deyilishi mumkin yoki liberal
ommaviy axborot vositalariga bosimlari ilgaridan mashhurda. Ya'ni u doimo bularni yomon ko'radi, ular dushman sifatida ko'radi. Uning asosiy dushmanlari avvalo jurnalistlardir. U birinchi o'sha 2017-yil hokimiyatga kelganidayoq birinchi qilgan qarorlaridan biri Oq uyga jurnalistlarning kirishini cheklash bo'lgandi. Va uni o'zini doimiy uslubiga sodiq qolganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nima edi, yovuz omadsizlar degan so'zni ham katta harflarda berganda, endi o'zigacha u caps lock kerdi Tramp. Doimo o'sha caps lockda yozishga e'tibor beradi, urg'u qaratishga. Lekin bu holatda oxir uni urg'ularga hech kim e'tibor bermasligi mumkin-da. Hech kim uni urg'ularga urg'u qaratmasligi mumkin. Xo'p, keyin juda ham ajoyib gap chiqdi. Urg'ulariga urg'u qaratmaslik. Ha, endi mohiyatan shunga qarab ketyapti bu holatlar va yana bir narsani aytish kerakki, ularni bu gaplari uni eng asosiy narsasidan ayrilyapti. Trampga o'xshagan odamlar uchun trendda maqtanib turish kerakki, u masalan bironta gapni gapiryapti, uni yolg'on deb turgan odam yo'qni yomon ko'radi. Ha. Ya'ni uni bu narsa yolg'on, uni mohiyatan u yutqazdi, uni ertaklariga ishonmang deb turgan matbuotni u uchun dahshatli dushmanda. Ochig'i undan ko'ra oyatulloh bilan kelish mumkin deb hisoblaydi-da. Ha, u o'shanda. Ya'ni u undan ko'ra oyatullohlar bilan kelish osonroq deb hisoblaydi. Ulardan yaxshiroq deydi, ularda unga qarshi gapiradi. Ha, shunday tizim bor degan holat bor. Endi yaxshi deydi. Va shuning uchun ham u uchun eng asosiy dushman birinchi o'rinda, ya'ni erkin matbuot. Uni ochib tashlaydiganda. Keling, siz bo'lay shu joyda. Qanday qilib mana shu erkin matbuot, erkin tadbirkorlik muhitida katta bo'lib boylik to'plagan va kerak bo'lsa prezident bo'lgan Donald Tramp bu muhitni yomon ko'rish mumkin. Axir shunday muhit bo'lmaganda u prezidentlikka yaqin ham kela olmasdik. Chunki sabab xuddi o'sha erkin matbuot, erkin tadbirkorlik orqali u yana hokimiyatdan ketishi mumkinligini biladi yaqin qolganda. Agar bu narsalar cheklansa, hokimiyatga nisbatan qolish ehtimoli keskin nisbatan ko'payadi. Ya'ni demokratiya juda ko'plab xuddi shunday Trump singari populistlar uchun mohiyatan bu maqsad emas, vosita. Hokimiyatga erishish va unda saqlanib qolish uchun. Shuning uchun ham ular mana demokratiyada ma'lum fursat uchun hokimiyatga kelish uchun foydalanishadi. Bo'ldi, keyin demokratiyani chetga chiqarishadi. Mohiyatan ikiyuzlamachilik. Demak, shuning uchun ham bu yerdagi Trampni bu harakatlari o'ziga xos. Ya'ni biz buni nima deydi? Biz bundan to'g'rilanish kerak Muxtor aka ham bu narsani tabiiy qabul qilamiz-da bu holatda. Ya'ni oddiy, bu o'ziga o'z uslubida, o'z tempida Tramp. Faqat bir narsa aniqki, uni asabiylashayotgani, demak, qisman haqiqat ekaniga dalolat beradi. Nima uchun odam qiladi? Masalan, agar bu yolg'on bo'lganida, e'tibor bermanglar deb ketishi mumkin edi. Demak, asabiylashyaptimi? Demak, Eronning qaysi talablarini yopiq eshiklar ortida qabul qilgan bo'lishi ehtimoli baland va buni mag'lubiyatga uchraganligini dalolat beradi. U mag'lub bo'lganida, endi qo'pol qilib aytganligi qirolning asli yalang'ochligini xalq bilib qolishi bu albatta dahshatli-ku. Shu narsadan u qo'rqyapti-da, o'z muxlislari oldida uyalishdan qo'rqyapti. Uni fanatiklari bor-ku. O'sha fanatiklar oldida aslida u muqaddasligi shubha ostiga olinishidan qo'rqyapti. Ha, hali bitta holat esimga keldi shu muqaddasligi deganingizga. Haligi saylov oldi dasturini amalga oshirayotgan paytda unga o'qizilgan holati va undan keyingi tarqalgan rasm uni haqiqatdan muqaddasdek holatga keltirgan edi. Ya'ni shu o'ng siyosiy kuchlar uchun, ya'ni maqsad uchun oxirigacha kurashadigan bir o'ziga xos bir xarizmatik lider, prinsipial shaxs sifatida hozirgi holat, ya'ni u har kunni o'zida ham deylik, fikri o'zgarayotganligi, bu soat sayin o'zgarayotganligi o'sha miflarni parchalayapti-da. Shu taraflarni ham e'tiborga olsa, menimcha maqsadga muvofiq. Endi status quo nazarimda o'zgarib bo'ldi. Ya'ni status quo endi avvalgi holatiga qaytmaydi va aynan shu holat ham, aynan g'arbning o'zida ham parchalanish, ya'ni bu urushni nisbatan pozitsiyalarda farqlanish, diplomatik ko'proq ohanglarda sezilayotgan bo'lsa, bu amaliy holatlarda ham namoyon bo'lyapti hozir. G'arbning parchalanishi, olaylik g'arb demasak ham Amerikada Tramp tarafdori bo'lgan siyosiy kuchlar bilan Yevropada bir kontinental kuchlar o'rtasida o'ziga xos bo'linishlar bor. Va bu Yaqin Sharq mintaqasi, birinchi Ukraina masalasida bir bo'linish bo'lgan bo'lsa, Yaqin Sharq mintaqasi bu bo'linishni yanada mustahkamlaydi. Livan masalan. Ayniqsa shu Livandagi vaziyatda bu juda ham yaqqol ko'zga tashlanyapti.
shu holatga qo'shimcha qilmoqchimanki, bu yerdagi bo'linish nafaqat kontinental Yevropa, Britaniya bilan ham sodir bo'lmoqda. Ya'ni o'zini an'anaviy bo'lgan ittifoqchisidan hozir mohiyatan ajrab bo'ldi deb aytyapmiz. Ya'ni hozirgi vaqtda buni bir muhokama ham qilayotganda, ya'ni Vengriyada saylovlar bo'ladi-da, 12-aprelda. Hozir bu eng asosiy jarayonlardan biri. Bu jiddiy qaralyapti. Bunda Amerika Qo'shma Shtatlari Orbanni qo'llab-quvvatlayapti, Yevropa ittifoqi mohiyatan muxolifat bo'lgan kim edi haligi Madyar. Petr Madyarni qo'llab-quvvatlayapti-da. Ya'ni shuning uchun ham bu yerda qattiq qarshiliklar bor. Ya'ni yevroskeptizmni ko'proq qo'llab ushlab turmoqchi-da. Vens hozir nimada yurib, Budapeshtda yuribdi-da, aslida Budapesht. Ya'ni uni har narsa qilyapti. Ya'ni mohiyatan, ya'ni uni gapini aytib bersangiz, ya'ni Yevropa ittifoqi saylovlarga aralashib, bu qonunni buzyapti desa, o'zingiz kelib aralashyapsiz-ku degan javoblarni beryapti-da Germaniya. Britaniya ham mediasida ham e'tibor bersangiz va boshqa manbalar bo'lyapti. Hatto Rossiya tarafi nima deydi, Orban va uning yaqinini Putin bilan gaplarini chiqib ketganida ingliz razvedkasini ayblayapti-da. Ya'ni bunchalik imkoniyatga masalan AQSh ega bo'lishi mumkin yoki qisman Britaniya. Biz sotmaymiz-ku deyapti-da o'sha holatda. Ya'ni bu yerda aniq hozir ilgarigidek Five Eyes ishlamayapti hozir. Five Eyes hozir Four Eyes in one bo'lib qoldi-da. Bitta ko'z alohida, Qo'shma Shtatlarda 4tasi alohida ishlayapti-da hozir.